Qaynagan suvga gulkaramni pishirib olamiz. Bodringga ozgina tuz solib, oldindan tayyorlab olamiz. Sabzi, chesnok, sarimsoq, piyoz kerak bo'ladi va tayyor bo'ldi gulkaram. Endi esa tavaga yog'ni qo'yib, qizdirib, keyin esa go'shtni solib pishirib olamiz. Go'sht solindi, qavuramiz, yaxshilab pishgan. Keyin esa soya yog'i solamiz. Mana tayyor bo'ldi go'shtimiz. Endi esa hamma masalliqlarni birin-ketinlikda solib olamiz. Bodring, suvi chiqqan bodring solamiz. Va go'sht, go'shtni solib, ustidan keyin sabzi salatni solib olamiz. Chesnokni mayda qilib to'g'rab olamiz. Eng kerakli va salatni mazali qiluvchi aslida sarimsoq, piyoz hisoblanadi. Oldindan pishirib olingan gulkaramlarni ham kichik shaklda kesib uni ham solamiz. Hamma masalliqlar solinib, salat yaxshilab aralashtiriladi. Bir-biriga ta'mi o'tadi. Mana salatimiz tayyor bo'ldi. Bizlarga yoqimli ishtaha. Tayyorlab